Assalomu alaykum. Ahli Instagram. Bosh qolgan metallari bor. Shulardan o'tin qo'yadigan yasab beramiz. Shashaq qo'rasini oldiga. Kuzatishda davom etadi. O'tin qo'yadiganimizdan shu ko'rinishga keldi. Mana bu o'tgan. Bo'lsa, uni ustiga bo'ladi. Keyin o'rtasiga mana buni qo'yamiz nasib bo'lsa. O'rtasiga teng bo'lib urishayotganini qo'yamiz. Orqasi 2 metr, oldini 1.90 bo'ladi. Oldiniga bitta krishacha uramiz. Nasib bo'lsa. Endi buni boshqacha qilish kerak edi aslida. O'zi shu nimalari, metallari qolgan dedi. Shulardan yasab bilsang agar yasab ber dedi. Boshqa esa olmayman dedi. Shu metallar to'xtabdi, bekor dedi. Shundan yasab ber dedi. Qo'ldan kelgancha nasib bo'lsa, Xudo xohlasa qilamiz. Baho berasizlar kommentariyada. Qanday chiqqan fikrlarni yozib qoldiringlar. Konstruksiyamiz shu ko'rinishga kelib qoldi mana. Ozgina ishlari bor. Orqa tomoni 2 metr, oldini 1.90 cm uklon bilan turibdi. Tom qismi perxvatka qilib qo'yilgan hali. Aslida Xudo xohlasa tom qismga jelez bor. Ortib qolgan mana zaborlardan shu. Zaborni ham mana shu darvozani ham motorsiz o'zi ochiladigan, o'zimiz saqlagandek bir oy oldinroq. Shulardan ortib qolgan listlar bor. Shuni tavlaymiz nasib bo'lsa. Mana bu orqa tomoniga yana rishetka bor. Shuni svarka qilib olamiz. Nasib bo'lsa bitadi keyin. Konstruksiyamiz ham bitib qoldi. Oxirgi ishlari, kraskalash ishlari qoldi. Mana kraska qilingan joylarni tashit qilib, svarka qilingan joylarni tashit qilib chiqdi. Hamma qolgan rishotkadan qolgan metallarni hammasini o'rnidan birlab qo'yib, joyini topib bitta kraskalaymiz. Tomiga list tavlaymiz. Böyle tam tayyor. Baho berasizlar. Qanday chiqqan? Bizda professional svarchik emas, ish qilib ustozlarimiz bor. Qo'ldan kelgancha o'rgatgan. Va nihoyat bitti konstruksiyamiz ham. Mana kraskalab chiroyli qilib chiqarib qo'ydim. Qanday chiqdi bir kommentariyada baholab ketinglar. Aziz aka belgilab qo'yaman, sizni bir baholankana shogirdsiz qanday normal yasabdimi. Rishotkalardan taxladimda. Aslida material past ishlatganim yo'q. Kalta-kulta 2 ga 4 profilchalar bor edi. Shundan ish qilib, oyoqchalar qilib, oyoqchalarga bunaqa tagiga nimacha plankacha ham berib chiqdim yerga o'tmasligi uchun. Ish qilib metal ortib qolmadi va hamma joy ishlatdik, mayda shunda metalchalar bor edi. Yana ortib qolgan rishotka bor edi, uni tepasiga svarka qildim. Ish qilib baho berasizlar.